Assalomu alaykum, hurmatli haydovchilar. Bugun biza ViDrive taksimetr ilovasida qanday qilib onlayn ariza to'ldirishni ko'rib chiqamiz. Men tarafimda onlayn qanday qilib shu hujjatlaringizni to'ldirishni bir yandan o'rgatib chiqaman. Qani boshladik. Biza ilovani birinchi Play Marketda yuklab olamiz. Play Marketda yuklab olgandan keyin ilovada kamera, joylashuv va bildirishnomalari ruxsatlarini berib chiqishimiz kerak bo'ladi. Berib chiqqanimizdan keyin telefon nomerlaringizni kiritishlariniz kerak bo'ladi. Telefon nomerlarimizni kiritib chiqamiz. Bizlar telefonimizga kod kelishi kerak. Kod keldi, ne kiritdik. Endi ro'yxatga o'tamiz. Biz birinchi shaxsga doir ma'lumotlarimizni kiritib chiqishimiz kerak. Bu yerda ko'pchilikka savol bo'lishi mumkin. Jishir nomi, Jishir bu sizlari 14 raqamlaringiz. Agarda biometrik pasportda pasportingizni pastki qismida yozilib turgan bo'ladi, ID kartangiz esa orqa tomonida yozilib turgan bo'ladi. Ma'lumotlarni to'ldirib chiqqandan keyin keyingi bo'limga o'tamiz. Shaxsiy ma'lumotlarimizni to'ldirib chiqqandan keyin biza ID kartamizni kiritgan bo'lsak, ID kartamizni, biometrik pasportimizni kiritgan bo'lsak, biometrik pasportimizni surat olishimiz kerak bo'ladi. Surat olishda oldi va orqa tomoni va shu ID kartamizni yuzimiz bilan birga selfie tushishimiz kerak bo'ladi. Endi haydovchilik guvohnomasini kiritishni ko'rib chiqamiz. Haydovchilik guvohnomasini kiritishda pravoda oldi tomonida 3-qatorda haydovchilik guvohnomasi raqami ko'rsatilgan bo'ladi. Shuni bu yerga kiritamiz. Men kiritdim va berilgan sanasini kiritamiz, amal qilish muddatini kiritamiz. Va guvohnomani oldi, orqasi va o'zlarimiz bilan guvohnomani tutib turib selfie tushishimiz kerak bo'ladi. Bu selfie tushishni uchun kerak bo'ladi. Haydovchilari dokumentlari o'zina taalluqli, o'zina tegishli ekanligini dasturimiz avtomatik ravishda bilib olish uchun kerak bo'ladi. Endi mashina ma'lumotlarini kiritib chiqamiz. Mashina ma'lumotlari kiritishda mashina ma'lumotlarini texpasportdan olishimiz kerak. Ya'ni men tanlayman Chevrolet modeli Gentra va yilini tanlaymiz. Mashinalarimizni ishlab chiqarilgan yili bo'lishi kerak. Ishlab chiqarilgan yili texpasporti orqa tomonida berilgan bo'ladi. Ko'pchilik haydovchilarimiz texpasporti oldindagi berilgan sanasini, ya'ni ro'yxat olingan sanani kiritib turibdi. Ammo avtomobili ishlab chiqarilgan sanasi texpasporti orqa tomonida bo'lishini tushuntiribdilar. Programmaga ishlab chiqarilgan yili kiritishimiz kerak bo'ladi. Keyin rangini tanlaymiz va yoqilg'i turini tanlaymiz. Yoqilg'i turidan ham ko'pchilikda savol bo'lib turibdi. Mening mashinam benzindan ham yuradi, metandan ham yuradi dedilar. Lekin shu vaqtida biza metanni tanlashimiz kerak bo'ladi. Avtomobilingizda metan yoki propan qo'yilgan bo'lsa, benzinda yurishidan qat'iy nazar, metan yoki propan qo'yilgandan keyin metanni yoki propanni tanlashimiz kerak bo'ladi. Keyin davlat raqamini kiritamiz. Davlat raqamini kiritdik va kiritganimizdan keyin texpasportimizni orqa va oldi tomonini fotosuratini, rasmini yuborishimiz kerak bo'ladi. Avtomobil ma'lumotlarini kiritib bo'lgandan keyin bizada taksi litsenziyani aniqlovchi tizim bor. Bu transport vazirligiga ulangan baza bo'lib, bu avtomatik ravishda, ya'ni inson omilisiz o'zi aniqlab beradi. Mashinangizni davlat raqamini orqali aniqlaydi. Agarda mavjud bo'lsa mavjud deydi, mavjud bo'lmasa nofaol deydi. Menda litsenziya yo'q va menda mavjud emas deb chiqdi. Litsenziyangiz bo'lishi, litsenziyangiz bo'lmasligi ro'yxatdan o'tishi hech qanday ta'sir qilmaydi. Siz ro'yxatdan o'taverasiz yoki ro'yxatdan o'tishda litsenziya kartochkasini ham ariza berishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'tisha litsenziya bor yo'qligi xalaqit bermaydi. Ammo zakaz olishda ishingizga ta'sir qilishi mumkin. Siz zakaz olmasligingiz mumkin. Va yana arizalar hammasini yuborib bo'ldik. Tabriklaymiz, siz ro'yxatdan o'tdingiz.